Aziz do'stlar va ko'ruvchilar, yana ham dasturimizda davomiga xush kelibsizlar. Shu hozir biz boshqa bir do'stimizni uyiga keldik. Albattaki bayramda qutlug' bo'lsin demoq uchun. Bayramning ikkinchi kuni biz bilan bo'lingizlar. Hamma uyiga borma yo'qmi ko'ramiz. Assalomu alaykum. Xush ko'ramiz. Bir duo qilaylik. Xayr va barakat. Muborak bo'lsin aytlarimiz. Xush keldingiz. Salomat bo'ling. Xush bo'ldik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Edingiz qutlug' bo'lsin aka. Alay bo'lsin, sizlarga ham qutlug' bo'lsin. Salomat bo'ling. Bir choy beray sizga aka. Eyvallah, teşekkürler. Sog' bo'ling aka. Aziz do'stlar, aytib o'tdimki, do'stlarni uyiga boramiz deb Abdulla akani uyiga keldik. Mashallah. Itni ham tabriki berdik va ular ham bizga va sizlarga albatta takror bayramlaringiz qutlug' bo'lsin deymiz. Shu hozir mashallah darsaxonning ustiga ko'rib turibmiz. Vatani chagaldak bor, vatani kulcha bor. Inshaalloh ulardan ham sizlarga tasvir olamiz, ko'rsatamiz. Abdulla aka qandaysiz? Namoz qanday o'tadi? Xudoga shukr, yaxshi o'tib ketibdi. Yor do'stlar kelib ketaveribdi. Nom Xudosh do'stlar bor degan yerga o'shamizga. Har soat nom Xudo kelishyaptilar. O'zingiz ham bordingizmi do'stlarning uyiga? Aylan bordik. Bugun bir bordik, pas qaytib kelgan do'stlar keldi. Men sizlar ham kellaringiz, siz ham keldingiz. Sog' bo'ling, tashakkurlar. Assalomu alaykum. Xush keldingiz aka. Hayitlaringiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling aka. Hayitlaringiz qutlug' bo'lsin. Salom aka. Hayitlaringiz qutlug' bo'lsin. Siz Assalomu alaykum so'z muhtaram. Qutlug' bo'lsin aka. Sog' bo'ling. Xush keldilaringiz. Sog' bo'lingizlar. Merhabolik. O'ltiringizlar aka qanlar. Qanday amin. Qadam bersin, baloyat bo'lsin, hamisha shunday shodlik. Umrlar nasib bo'lsin, har kunimiz iyit bo'lsin. Xush keldilar. Xudoga shukr. Salomat, baxay bo'lsin, salomat. Hayitlaringiz muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Xush keldilar. Aynan biz ham Abdulla akani bir ziyorat qilaylik dedik. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, xush keldingiz. Xush keldingiz. Muborak bo'lsin hayitlaringiz. Ko'tran seslarni chiqarib turasizlar. Xudo bu Qur'oningizga ajrini bersin. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, tashakkurlar. Bizni vazifamiz degan. Aziz va qadrli do'stlar, ko'rib turganlaringizdek boshqa do'stlarimiz, rahbarlar ham keldi. Ularni ham takroran Hayit bayramini qutlug' bo'lsin deyman. Xush kelibsizlar takror. Xush keldingizlar. O'zi Choy. O'zbek chinolardan ko'rib chagallar. Necha yil bo'ladi? Mo'ytni ham sizga bersam biroz. Necha yil bo'ladiki vatandan uzoqsiz? Qo'ying. So'z muhtaram. Choyda oling baxshilasiz bo'lsa. Ko'p baxshilasiz so'z muhtaram. Aziz va qadrli do'stlar, shu hozir kelgan do'stlarimizdan ba'zi savollarimiz bo'ladi. Nabizoda Sep bo'ladimi? Necha yil bo'ladiki Afg'onistondan uzoqdasiz? Va biri ham Afg'onistondagi hozirgi vaziyat yo hozirda Turkiyadagi bo'lgan an'anat, kultur qaysi bir tafovut bormi, yo'qmi? Biroz agar ma'lumot bersangiz. Katta rahmat. Mutassifona Afg'oniston xalqi tarix bo'yicha g'urbatga bo'lib ko'p yashagan, tahavvulot sabab bo'ladi yo iqtisodiy yo bir ta'dod vatandoshlarimiz tahsilda yozanki muhojir bo'lganlar tabiiyki shukr alhamdulillah qavmlar, qardoshlar bor. Abdullahga biz bayramlar tashkil qilamiz, ammo bu kayfiyatni Afg'onistonda biz ko'ramiz. Samimiyatiki bor, og'ushi formulki bor, shuni esa mutassifona yo'q. Vali bosam Xudoga shukr, to'rtta haqorat do'stki bor. Mana shu
farhangda asragan ko'ramiz bu yerga yumurtqadan olib, chegaldakdan olib, uy kulchasidan olib odam ehsos qiladiki, mana bu yerga kelsa daqiqan Xudodan Abdulla akadin kabi vatandoshlarimiz saqlasin. Ki mana shunday faranglarda o'stiribdi. Hatto mutafovut bir yerga kelganimizni ko'rsatadiki, to'shaklar daqiqan. Shu uchun o'qib qoldim. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Tashakkurlar. Janob ustoz, sizlarga bera payomingiz bo'lsa, Afg'oniston xalqiga Amadan oldin do'stlarning amallarini aytlarini qutlayman. Bizlar mana diyor g'urbatga shu yerga biz va ham biz keldik, akani uylariga kelib edlarni tabrik aytib ko'rdik. Xush bo'ldik. Vatandan uzoqmiz degan, onam degan shu yerga biz bir-birimizga yaqin biz tekrar hamma vatandoshlarimiz ayitlari qutlu bo'lsin. Sizlarga ham sog' salomat bo'linglar. Tashakkur sizlar. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Aziz va qadrli do'stlar, hozir ham janobi Murodisovdan eshitamiz. Tashakkur, Yosos aka, minnatdor sizdan. Xudovandga ming marta shukrlar bo'lsin ki shuylar bir shodlik kunlar nasib qilgan qavmlar bilan, do'stlar bilan barobar o'tirmoq, ziyoratlashmoq va bir-biriga tabrik aytmoq. Va bu munosabatlar insonlarda, xususan musulmonlarda muqaddas va muborak kunlarda ularning irtibotlari va samimiyatini kuchaytiradi. Shu fursatdan foydalanib, shu Afg'oniston sesi orqali yetib kelgan muborak Ramazon bayrami muborak bo'lsin diyoruz. Bu ham Anqarada, Turkiya Cumhuriyeti'nin paytaxtında qavmlaring ziyoratına geldik. Hurmatli Abdulla akaning uyida bizlar. Ularga aytlar muborak bo'lsin. Bularning familiyasine, o'zine can sağlığı arzu ediyoruz. Va hamisha şöyle yaxshi kunlarda qatnashib turaylik. Muhabbatimiz, bir-biriga bo'lgan sevgimiz artsin. Faqat can sağlık diliyorum va yurdimizda ham bir farohatchilik va gelecekte hiç böyle bir qiyinchiliklar, muhaciratlar sebep olmasın, hiç bir ülkedaşımız muhacir olmasın ve hemmesi öz qavminin qarindoshinin yanında bu günlere nişanlasınlar. Sizlere teşekkür, minnettarım. Salomat bo'lingizlar. Hammalaringizdan ko'pdan ko'p tashakkur va aziz do'stlar, sizlardan ham tashakkur. Inshaalloh bu dasturimizni davomi bo'ladi. Boshqa do'stlarni ham uyiga boramiz, ko'ramiz. Biz bilan bo'lingizlar. Abdulla akadan tekrar tashakkur. Sog' bo'ling. Xush keldilar. Xush bo'ldik. Salomat bo'ling.